Siz hozir ko'rayotgan ko'rinish haqiqiy yer shari. O yer yuzining 400 kilometr egizlikli xalqaro olam boshliq punkti tortilgan shu tapda yer shari sekundiga 466 metr surat bilan o'z o'qida aylanayotdi. Shu bilan bir vaqtda yer sharimiz sekundiga 29,79 kilometr surat bilan quyoshni cho'rdab aylandi. Orbitida bir qatim aylanish taxminan 365 kun bo'ldi. Bu egizlikdan yer shariga nazar solsangiz, yer sharining go'zal agri siziqini ko'ra olasiz. O bir xil yaqinliq ham mukammal yoy. Uning cho'nqur ko'k ranglik dengiz bilan oppoq bulutlar giralishib, kishining yurak tarini titratilgan bir parcha yo'g'im rasmni hosil qilgan. Bu 380 ming kilometr yiroqlikdagi oy shari havo bo'shlig'ida haqiqiy suratga olingan sin materiali. Bu qimmatli sindan biz oy sharining yumaloq umumiy qurilmasi, hayvatlik meteorit ozgili hamda oy sharining ufq siziqidan asta-asta ko'tarilgan yer sharini ko'ra olamiz. Bu balkim sizning tunji qatim mushundaq bevosita ham hayron qolarlik usulda yer sharimizning haqiqiy qiyofatini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz bo'lishi mumkin. Bu go'zal ko'k rangli planetida urug' tuqqan do'st birodarlarimiz hamda bizga tanishlik bo'lgan hamma narsa bor. Diametri taxminan 2742 kilometr keladigan bu ko'k rangli osmon yuzini olamdagi insonlar bilgan birdan-bir hayotlikni borliqqa keltirgan planet. Bu sayohatchi birinchi nomer topgan yer shari bilan oy shari. 1977 yılı sayohatchi birinchi nomer yer sharidan 12 million kilometr yiroqlikdagi olam bo'shlig'ida va qimmatli yer shari bilan oyning bir ramga tushgan suratini tortib olgan. Keyin o yulduzlar dengizga qarab ilgirlab, o'zining qaynam toshqinliq bo'lgan planetlar aro safarga otlangan. Bu xabarchi nomli Merkuriy tekshirish uskunasi yer shari bilan oy shari surat tortgan 2010 yılı 5 ayning 6 kuni xabarchi nomli Merkuriy tekshirish uskunasi Merkuriyni cho'radigan orbitida yer shari qayta nazar solgan ham bu qimmatli suratni tortgan. Ayni vaqtda tekshirish uskunasi yer sharidan taxminan 180 million kilometr yiroqlikda edi. Bu ikki osmon jismi bepoyon olam bo'shlig'ida bir-biriga nur chechib, olamning siri va hayotlik mo'jizasini o'rtaq bayon qilmoqda edi. Bu 2014 yılı qiziqish nomli Mars mashinasi Mars yuzi tortgan yer shari. Bu 2017 yılı Kasin nomli tekshirish uskunasi surat tortgan yer shari edi. Ayni vaqtda Kasin nomli tekshirish uskunasi Saturnning nur halqasining yo'chqidan o'tib o'tadi. Ham 1 milliard 400 million kilometr yiroqlikdagi bu yer sharining suratini tortib oldi. Mush paytda yer shari Saturn halqasining orqa ko'rinishida jimjit esilib turadi. Biz bu suratni cho'ngaytganda siz yana bir kichik yorqinlikni ko'ra olasiz. Bu bo'lsa-mu oy shari. Bu biz insonlarga mansub bo'lgan yer shari, oy shari sistemasi. Bu sayohatchi birinchi nomer tortgan yer shari. 1990 yılı sayohatchi birinchi nomer Neptunning orbitasini uchib o'tgan olimlar 6 milliard 400 million kilometr yiroqlik sayohatchi birinchi nomerga kamerani yo'tkash buyruq tushirib, uningga yer shariga bir qatim qayta nazar solishni aytgan. Hamda uning safar jarayonidagi eng oxirgi qatim tortgan surat. Faqat 0.112 piksellik bu surat dangliq sus ko'k chikitdir. Ko'zni yumib ochguncha bu dangliq sus ko'k chikitlik suratga 30 necha yil bo'ldi. Hech kimmi buni sayohatchi birinchi nomer tortgan eng oxirgi bir parcha yer shari surat ekanligini o'ylab boqmagan edi. Shu kundan boshlab sayohatchi birinchi nomer sekundda 17 kilometrlik surat bilan quyosh sistemasining sirtiga qarab uchgan. Navbatda o taxminan 24 milliard kilometr uchgan. Bir yorug'lik yili oraliqdan uchib o'tish uchun yana 17 ming yildan ortiq vaqt ketadi. Biroq bir yorug'lik yilining oraliqi olamga nisbatan nihoyat kichik. Faqat bizning quyosh joylashgan samo yo'li sistemasining diametri 100 ming yorug'lik yildan oshadi. Onun ichida quyoshga o'xshash nur chiqarib issiqlik chiqaradigan 200 milliarddan ortiq turg'un yulduz hamda yer shariga o'xshash sanzilgan sayyoralar bor. Quyosh bizni boshlab yer sharini sekundda 230 kilometrlik surat bilan samo yo'li sistemasining markazini cho'rdab aylanayotdi. Bir aylanib chiqishga taxminan 250 million yil vaqt ketadi. Albatta, g'oyat zo'r samo yo'li sistemasi olam bo'shlig'ida bir tal chang to'zandek kichik. Olimlarning kuzatishiga asoslanganda insonlar hozir kuzatgan olamning diametri taxminan 93 milliard yorug'lik yil ekan. Bu 93 milliard yorug'lik yildagi kuzatishga bo'lgan olamda yulduzlar sistemasining soni taxminan 2 trillion atrofida. Har bir yulduzlar sistemasida yana qancha turg'un yulduz bor? Yer shariga o'xshash yer shari turidagi sayyoradan yana qanchasi bor? Balkim buning javobini mangu hech kim bila olmasligi mumkin. Xuddi Carl Sagan aytgandek, koinotdagi sayyoralarning soni yer sharida qundunmi ko'p bo'lishi mumkin. Chunki insonlar tekshirib o'lchay oladigan eng yuqori chek 93 milliard yorug'lik yili. Bu biz hozirgi zamon ilm-fani kuzata oladigan eng yiroq orliq. Chunki kuzatkili bo'lgan koinotning sirtidan chiqqan nur mangu yer shariga yetib bora olmaydi. Mana bu biz insonlar kuzatgan olam.
Biz tekshirish uskunasining ko'rish nuqtasidan yurt makonimizdan huzurlanib, yer sharining bepoyon olamdagi yolg'izligi va go'zalligini his qilganimizda, olamning shuncha bepoyon, yer sharining shuncha kichik ekanligini bayqaymiz. Lekin yer shari bizning olamdagi birdan-bir makonimiz. Texmi nodir qisqa filmlarga qiziqsanglar, qo'shilishni tutqanmanglar.